Avvalgi qismda meni hech narsam yo'q edi. Albatta do'stimdan tashqari do'stim ikkimiz juda ham ajoyib ishlar qildik. Ayniqsa bomishlardan qasos olganimiz juda ham ajoyib bo'lgan edi va men o'z nomzodimni hokimlikka qo'ydim va albatta yutib chiqdim. Qanday deysizmi? Birinchi qismni ko'ring va yangi muammolar paydo bo'ldi. Tanob totim, samolyot tayyor. Shunday diqqatga ketamiz bo'ldi. Unday bo'lsa bunkerdan kerakli narsalarni, mashinalarni olib kelay, keyin ketamiz. La'nat eski hokimni tezroq topishimiz kerak. Pullar ham bunda. Xo'sh, Vins eski hokimni topdingmi joyini? Ha, qidiryapman. Xo'sh, mana shu yerda bo'lish kerak. 5 ga 5 qo'shsa necha bo'lishini obunachilaringga ayt. Kommentariyga yozsin. Ungacha men topib olaman. 1 soatdan so'ng. Ajoyib, Vestrobek bu yoqqa kel, men topganga o'xshayman. Ha, qayerda ekan? Ha, yana u qurilayotgan binoda ekan. Aytgancha 5 ga 5 qo'shgan obunachilar aytdimi, kommentariyaga yozdimi? Ha, yozdi, rahmat senga. Xo'sh, obunachilar endi biz uni La'nati, qanday qilib bizni topdi ular? La'nati. Nima qilamiz endi? Janob eski hokim, shu binodaligingizni bilamiz. Albatta o'zingizni topshiring, yashirinmang. Baribir biz sizni topib olamiz. Pullarni o'z qo'lingiz bilan topshirsangiz, jazoingiz yengillashadi. La'nati totim, nima qilamiz endi? Men kadotib ketdim. Momoyingizni o'dingizni qiling. Men uni allatmang. Ey, nima deyapsan? Unday qilmagan axir. Axir sen bilan birga turamiz-ku. Sen menga yordam berishing kerak. Momoningni o'dingizni qiling. La'nati, nima qilaman? Binodan begona shaxs chiqdi. O'rmon tomon qochmoqda. Yordam chiquvchilarni talab qilamiz. Qaytaraman, yordam chiquvchilarni talab qilamiz. La'nati, baribir ushlaydi shekilli, lekin meni ushlay olmaydi. Ana u ahmoq qochib ketdi va men o'z ishimni ustasiman. Xo'sh, ikkalangiz, sizlar mana shu yerda, ikkalangiz emas, uchalangiz ekan. Mana shu yerda samolyotni himoya qilib turinglar. Samolyotga chiqib qochib ketmasligi uchun men ichkariga kiraman. Balki kerak emas turay, janob. Ichkarida yetarlicha politsiya bor. Meni xavfsizligim ta'minlangan. Shu yerda qoling. Okey, mayli, nima desiz shu. Xo'sh, unday bo'lsa ichkariga kiraman. Ha, aytgancha obunachilar hammaga assalom, sizlar bilan Maestromek va yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz mana ko'rib turganingizdek janob hokimni, qanaqa janob hokim, la'nat hokimni qidirib mana shu yergacha keldik obunachilar. Даже mana o'zim ishga kirishib ketdim sababi politsiyachilarning oyligini bermagani uchun mana politsiyachilar ham kam qolgan, lekin mana yaxshi yetib turibdi obunachilar. Nu, albatta endi sekin-sekin o'zimizda rivojlantiramiz shaharda. Qanaqangi rivojlanishini ko'rish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi qismlarda bilib olasizlar. Xo'sh, mana bu yerda emasmi? Xo'sh, shu yerdamisan? La'nati, bu yerda ham yo'q shekilli obunachilar. Albatta, bu yerda ham yo'q. Lekin bu yerda bo'lmasa boshqa joyda, nusxonada bo'lishi mumkin va bu nusxonani ham bir qarab ko'rishimiz kerak. Xo'sh, obunachilar, mana shu yerda bo'lishi mumkin. Nima, eshik? Bo'ldi, eshik ochiq ekan. Ajoyib. Ichkarida kim bor? La'nati, hech kim yo'q va mana bu yerda ham kimdir bo'lishi mumkinmi? La'nati, eshik ochilmayapti. Eshigi ochilmayapti. Menimcha buzib kirishga to'g'ri keladi. Xo'sh, yaxshi. 1, 2, yaxshi, ochildi menimcha. Bo'ldi, vse ochildi obunachilar. Endi bo'lsa ichkariga kiramiz. Xo'sh. Surpriz, bu yerda kim bor? La'nati, yangi hokim senmisan? Nima, sen o'zingni ham eplolmaysan-ku? Sassiqchi, xullas. Men bu yerdan qochib ketaman. Sen meni ushlay olmaysan. La'nati, tush bu yoqqa. Mana shu yerdan sakrab. Xo'sh, obunachilar, endi uni o'rtog'i mana shu binoga qaytib kirgan emish. Shuni ham topish kerak, lekin butun binoni tintib chiqdik, hech qayerda yo'q. No, mayli obunachilar, balkim yana qaytib chiqib ketgandir. Unisini ushlay olmadik, lekin hokim mashinada o'tiribdi obunachilar. O'zicha derazadan sakrab qochib ketaman. O'zi ikkinchi etajdan sakradi bo'lmasa obunachilar. Xo'sh, mana bu samolyoti ham juda ham zo'r ekan. Buni ham menimcha davlat pulidan olgan bo'lsa kerak, o'zini puliga ola olmaydi bunaqasida obunachilar. Bu shaxsiy samolyoti menimcha. Buni hujjati bormi ekan o'zi obunachilar? Bu eski hokim juda ham ko'p ish qilib o'rgan ekanda. Nima deysiz endi? Даже politsiyachilar ham ko'p yo'q. Вообще kam qoldik biz. Tushunarli. Xo'sh, shu yerda o'tiribdimi? Ha, shu yerda o'tiribdi, janob. La'nati bo'lmay, avval o'zingni eplab ol hokim bo'lguncha. Hozir seni bir rasmga olib qo'yaychi. Bo'ldi, mana shu rasm shaharda любой devorga yopishtirilsin. Xo'sh, okey. Eski hokim qo'lga olindi deb. Albatta biz hokimiyatga qaytamiz va boshqa ishlarimizni hal qilamiz. Eski pullarni aniqlashimiz kerak qayerda ekanligini. Ajoyib va nihoyat mana biz o'zimizni shahrimizdagi hokimiyatga keldim. Birorta politsiyachini qaysi birligi aniq emas-ku, lekin birortasinikini olib kelaverdi mashinasini. U boshqa mashinada kelaveradi, sababi o'zimning mana mashinam yo'q obunachilar. Albatta o'zimiz uchun bitta mana bu Porsche kimiki ekan obunachilar, mana orzuyimdagi mashina to'g'risini desam obunachilar, bu Porsche вообще legendarniy mashinada sizlarga aytsam, sizlarga qaysi mashina yoqadi? Albatta buni ham kommentariyaga yozib qoldiringlar. Albatta 5 ga 5 qo'ysa necha bo'lishini kommentariyaga yozib qoldirdingizmi? Ha, nihoyat xotim. Kavoti eski xotim.
Xullas obunachilar, eshik tagidagi Redding aytishi bo'yicha eski hokimni bunkerida ekan hamma boyliklar obunachilar. Albatta eski hokim bu haqida ma'lumot beribdi. Albatta o'ziga foyda yomon qilmagan obunachilar, yaxshi qilgan, yomon qilgan demayman. No obunachilar, hozir hamma politsiyachilar o'sha shahar chetidaligi uchun ko'p politsiya qolmadi. Bu yoqqa tushib qo'ysin. Ha, albatta bu yerda ham bir politsiyachi bor ekan. Juda ham ko'p politsiyachilar yo'q, bo'shab ketgan, oylik to'lanmagani sababli eski hokimning ishlari xo'sh. Uyni tintib chiqdingizmi, bor ekanmi? Hozircha uyda hech narsa topilmadi. Polning mebellarni ham olib chiqib tashladik, lekin hech qanday foydasiz bo'ldi hammasi. Uyni bir ko'rib chiqishim kerak edi o'zim ham. Ana u yerda nima bor ekan? Bu yerdami? Bu yerda eski hokim xullas gulzor qurmoqchi bo'lgan ekan, lekin ishi chala qolibdi bechorani. Tushunarli, lekin bu yerni ham bir tekshirib chiqish kerak. Tekshirib chiqdimi maynerlar? Maynerlarimiz yo'q bizning shaharda, afsus. La'nati, bu ham eski hokimning ishi, to'g'rimi? Bu ham eski hokimning ishi. U hech kimga oylik bermasdi. Tushunarli, yaxshi o'zing ham bo'shab ketmabsan. Yana bir oy kechikkaningizda bo'shab ketgan bo'lar edim. Tushunarli obunachilar, ko'rishingiz mumkin shahar o'z egasini topdi deyman hazillashdim. Albatta obunachilar, albatta videolar davomida men yaxshi hokim bo'lamanmi yoki yo'q ko'rib borasiz. Shuning uchun obuna bo'linglar. Xo'sh, janob hokim, uyni o'zingiz tekshirib chiqaman desangiz albatta xavfli bo'lishi mumkin. Shuning uchun qurollar, kirka va hokazoq ish qurollarini olib oling, kerak bo'lib qoladi. Ha, mayli, sen ham olib berganmi? Ha, bitgan. Tushunarli, yaxshi. Unday bo'lsa o'zimiz uyni aylanib chiqamiz obunachilar. Meni shubhalantirayotgan joy mana bu Gulzor joyi. Gulzor meni juda ham shubhalantiryapti, chunki hokim bu yerga gulzor ekishi, ayniqsa hokim gulzorga umuman qiziqmasdi. Chunki ko'rib turganingizdek uyda hech qanaqangi gul yo'q obunachilar. Birorta gul topilmagan. Lekin bu yerga u gulzor o'zicha endi yaxshi odam bo'lmoqchi bo'lganda, yaxshi odam albatta gullarni yaxshi ko'radi obunachilar. Sizlar gullarni yaxshi ko'rasizlarmi yoki yo'q? Kommentariyga albatta yozib qoldiringlar. Albatta o'g'il bolalarga gullar yoqmasligi mumkin, lekin bizni albatta faqat o'g'il bolalar kuzatmaydi. Xo'sh, okey, unday bo'lsa, albatta siz kommentariyga yozib qoldiring, gullarga qiziqasizmi yoki yo'qmi? Bu haqida gap tugadi va biz mana buni ichini ko'rishimiz kerak. Ichkarida eshik bormi ekan? Xo'sh, okey. Devor. Obunachilar, ichkarida eshik yo'q ekan. La'nat, bu yerni buzamiz va ana obunachilar, bunker ham topildi obunachilar. Menimcha mana shuni ichida 100% pul bor obunachilar. Biz mana shu yerni ochib ko'ramiz. La'nat, politsiyachilarni ham menimcha yaxshi o'qitmagan bo'lsa kerak. Politsiyachilar qanaqa qilib shunday oddiy narsani topa olmasligi mumkin? La'nati. Yo'q. Mana bu mashinalarda qaranglar, axir men buni hattoki nomini ham bilmayman-ku. Mana bu yerda xolodilnikda oziq-ovqatlar bormi, nima balo? La'nati. Yo'q, nima bu, rejami? Eski hokim pulni o'g'irlash, qochish, eski bazaga borish, Dubayga uchish. Nima obunachilar, eski bazaga borish, shunda qurilish binosiga borishmidi va Dubayga uchib ketardi biz kech qolganimizda. Yo'q, obunachilar, yaxshi ham kech qolmabmiz va la'nati, bu yerda BMW obunachilar. Yo'q, dashi xonalarga ham BMWlardan solib tashlabdi. Bu yerga qanaqa qilib olib kirgan ekan? Tepasi qurilmagan edi obunachilar, ko'rgan bo'lsangiz tashqarida tepada bo'sh xolodilniklardan nima qiladi bu ahmoq hokim? Bo'sh xolodilnikni ham olib ketmoqchi bo'ldimi? Yo'q, obunachilar, xo'sh. Mana bu yerni ham ochib ko'ramiz. Bu yerda hokimni birorta odam bo'lishi mumkin. Yo'q. La'nat obunachilar, mana shu seyflarning ichida menga nima o'q bo'sh patrollarni berib qo'ydimi mana bu politsiyachi obunachilar? Yo'q. Hayotimda xavfga solib shunda hozir men o'zim kirdimmi bu yo'q obunachilar? Mana bu politsiyachi menga bo'sh qurolni berib qo'ydi. Hamma magazinlari bo'sh. Yo'q, obunachilar, hayronman. Menimcha bu politsiyachida ham bir gap bor. Sotqin bo'lib chiqmasa bo'ldi. Albatta keyingi qismlarda bilib olamiz. Xo'sh, bu yerda yaxshi la'nati, xo'sh, bu yerda ajoyib hammasi bo'sh obunachilar. Seyflarning ichida ba'zilarda pul bo'lishi mumkin, balkim dollar qilib qo'ygandir. Bir dona seyfga sig'adi, albatta dollar qilsa buni deb xabar bering. Obunachilar, ko'rishinglar mumkin, mana bu driftlar Minecraft o'zi yo'q qo'rdi, lekin mana bu Porsche menga ekan obunachilar. Albatta janob prezident menga sovg'a qilibdilar yangi hokimga deb obunachilar. Yo'q, ko'rishinglar mumkin. Obunachilar, juda ham ajoyib mashina ekan. Menga juda ham yoqdi. Maza qilib mindim obunachilar, xursand bo'ldim sizlarga aytsam. Endi nima ham deymiz obunachilar, rahmat deymiz eski hokim deyman. Eski hokim durib o'zim miyaga o'tirib qolibdi. Xo'sh, senga ham rahmat Reddi. Aytmaydi janob. Xo'sh, okey, unday bo'lsa biz Winston yoniga chiqamiz. Albatta u meni juda ham yaqin do'stim. Winsga hammasini aytib beraman. Xo'sh, Wins, qalaysan? Senga aytadigan gaplarim juda ham ko'p. Bugun gap ko'p. Nima bo'ldi? Eski hokimni ushadilaringmi? Eski hokimni ushadim. Xo'sh, mana bu yerga kel, mana shu yerga o't.
Shunaqangi gaplar. Ha, yomon bo'libdi. Xo'sh, nima ham deymiz endi? Shunaqasi ham bo'lib turadi. Asosiysi pullar. Siz kimsiz janob, nima kerak? Nabiraginam, qanaqangi nabira? Men seni uzoq yillardan beri qidirayotgan edim. Oddiy odamliging uchun topolmayotgandim. Mana endi hokim bo'libsan. Endi seni topdim. Nima? Yo'q, Venus, bundan xabaring bormi? Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizga juda ham kattakon rahmat. Albatta, birinchi qismda ko'rmagan bo'lsangiz, birinchi qismda ham ko'rishni tavsiya qilaman. Juda ham ajoyib bo'lgan va biz 10 mingta obunachi bo'lishimizga atigi 7 mingta qoldi. Obuna bo'ling, tezroq 10 mingta bo'lamiz va mana bu chol aslida kim? Haqiqiy bobommi yoki yo'q? Keyingi qismda bilib olasiz.